Mana bu katta zdaniya bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, o'sha anaqasini kichkina kontur bo'layotgan masalan bittalik uylanyapti. Perimichka berilyapti. Mana perimichkamiz. Mana birga ulansa bo'ldi, ikkiga ulangan bo'ladi. Ikkalasiga ulangan bo'lyapti. 3 dan chiqarib mana ketyapti. Shunaqasini. O 20 metr расстояние mana bundan. Zazimleniya qo'yilgan joydan 20 metr расстояниеga ulash kerak. Mana qoqish kerak. Da. O'lchayotgan joyimizda, misol uchun mana o'lchayotganimiz shu yerdan 20 metr. Ikkinchisi bundan 10 metr расстояниеga qochish kerak. Misol uchun undan dalcha emas, undan yonma tarafga qochsa ham bo'ladi. Yonmachasiga qochsa ham bo'ladi. Shu ikkitasini mana shu qoqib turib o'lchanadi. Nima bu? Mini bergan? Minimalniy deydi. Minimalniy расстояние bu. Endi bunaqasiga qarab turib, сопротивлениесiga qarab turib, uzoqroqdan tekshirilishi mumkin. Minimalniy расстояние shunaqa. Mana ikkinchi berilganda xuddi shuni faqat mana to'g'risi perimichkasiz bergan. Misol uchun katta kontur bo'layotgan bo'lsa, ikkita boshdan qoqib turib, ikkita boshdan ulab turib, mana perimichka konturda ikkita boshdan ulanadi. Misol uchun mana bitta uladingiz, mana bitta uladingiz. O'shani qo'yib turib, keyin o'sha bilan tekshirasiz. Nima ish narsasi tekshirish. Oson ekan. Bu anaqasini 10 mi? Shunaqasini berayotgan. O'sha ham 10 talik o'tyapti, 50 taligi. 20 barobar 10 ga cho'ng ko'rsatadi. Da, bu 10 dan. Biz shuni ishlasak bo'ladi. Undan hozir biz mana 5 ta hozir 5-10 gacha ko'rsatadi mana birinchisi. 5-10 gacha. Ha, 5-10 gacha. Da, birinchisi 5-10 gacha mana. Ikkinchisi уже uni ko'paytirasiz. Biz mana keyingisi 5 ga ko'paytirasiz. Bu 20 100 joyga qarab. Bizga hozir